Assalomu alaykum. Mana biz Samarqandda Yangiariq mahallasidamiz. Mana shogirdimiz, Lochin shogirdimiz. Xullas, Lochin aka, mana limon haqida fikringiz bo'lsa bildirib o'tiring. Limonlarimiz Xudoga shukr yaxshi. Hozir ustoz siz aytgandek bo'lyapti. Nima xizmatda aytsangiz, mana hosilda rohatini ko'ramiz, nasib bo'lsa Xudo xolasa. Sekin-sekin bo'lyapti mana. Qo'ldan kelgancha endi xizmat bizda. Aytib turish sizdan. Endi Lochinbek bir xizmat borda. Aytadi, o'xshasa dehqon mehnat qilibdi deb. Keling mayli dehqon mehnat qilibdi deb qo'ya qolaylik. Nima dedingizlar Avizov? O'xshamasa aytadi-ku, agronomi to'g'ri maslahat bermagan deb. Mana. Bu Lochinbek o'shaga biz aytgan tavsiyalarni o'z vaqtida olib borish samarasi bo'ladi-da bu. Biz har bir tavsiyamiz sizdan oldin kimlargadir yillar davomida berilgan bo'ladi. Mana go'rpadaklarimizga iltimos qilamiz, ba'zi bir jar uradigan dehqonlarimiz bor. Lochinbek buton septiradi-da, ana shu buton septirsa, ana shu narsalar 100% to'kilib ketadi. Shuning uchun aytib o'tamiz, mana buton sepilmagan tepilsada hosil qanday bo'ladi desa, mana buton sepilmagan tepilsani hosili. Shu narsani biz yana ta'kidlab o'tamiz, mana. Mana Lochinbek. Mana shunga buton sepishga qo'ymadik. Maylida endi aytaveradi, kimdir internetga chiqib oladi, uni ham qozonni qaynatish kerak. Balkim boshqadan qaynatsin. Mana. Hozir bu shunaqangi hosil olganki, vaqtida shu taklif bo'ldi, buton internetda olsak chiqib olgan deydi bir ikkitasi. Buton seping va yana bir bor buton seping. Men aytdim, yo'q, to'xtatasizlar. Danagli ekinlarga sepilmaydi. Umuman o'sha o'rik bormi, danagli uzuq bormi, hatto o'sha toypa uzumlarga ham sepilmaydi. Haligi bu limon. Shuning uchun taklifimiz dehqonlar iltimos shu agronomlarning ham tavsiyalariga mana e'tibor berib o'tinglar. Chunki bu albatta o'sha mehnatning samarasini beradi. To'g'ri, endi har bir narsaga borib taqaladi. Mana takroriy gullar hosil olganini ko'rib turibmiz. Mana. Shuning uchun bu yerda aytadi-ku, hozir aytganimizda, bu yerda dehqon ishlagan. To'g'ri, agronom tavsiyani beradi, ketadi, masalan, 6 oyga keladimi, 1 oyga bir keladimi? Dehqon ishlagan. Mana kim ko'rmoqchi bo'lsa kelsin. Samarqandga, mana shu shaharga yaqin joyda, Sartepaga yaqin joyda Yangiariq degan qishloq bor. Mana shu qishloqda qilingan ishlar bular. Chunki biz nima deydi? Dehqon ishi qanchalik sifatli bo'ladigan bo'lsa, o'sha dehqon ishi ko'rinadigan bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Agronomning mehnatini ko'rsatadigan dehqonlar bor. Mana agronomning mehnatini sindiradigan dehqonlarimiz bo'ladi. Endi ularni aytib o'tirmaymiz. Mana bu dehqonlarimiz esa agronomning mehnatini ko'rsatadigan dehqonlar. Mana birov aytishi mumkinki, sen bitta ikkita mevalikni olasan-da, qolgan daraxtlarda meva bo'lmasligi mumkin deb. Yo'q, mana. Mana. Yana aytib o'tamiz, shu buton septirmadikki, mana shular to'kilmasin deb. Mana shu yerda misol 10 ta, 12 ta bo'ladigan bo'lsa, buton sepilsa, tezroq katta bo'lish uchun 2 ta, 3 tasi qolib, qolgani to'kilib ketadi mana. Mana mevalar. Xullas, mehnat qilayotganda ham agronomlik tavsiyalari, ham dehqonning mehnati bir bo'lish kerak. Shundagina mana shu natijalar beradi. Masalan, agronom bosh qo'yib mehnat qilib jon kuydirgani bilan foydasi yo'q. Mana. Mana. Endi hozir bu hali yashilligi uchun mevalarimiz mana ko'rilmaydi, uncha ko'zga tashlanmaydi mana. Mana shu tashlanmagan holati shu. Mana yuvishayotgan ekan, biz to'g'riga hozir yuvishni to'xtatib turdik. Mana yuqori qismlargacha hosillarimiz bor. Xullas, bu o'sha mehnatning samarasi. Kecha mana birov telefonda berdi bir ma'lumotki, kanalimizda nimaga mevalar yo'riladi degan.
Mana yoriladigan mevalar, mana bu o'sha kuzda gullagan mevalar, ana bular yorilishi mumkin, mana sarg'ayib kelganlar. Xullas, agronomlik tavsiyalar bo'ladimi, agronomlik xizmatlari bo'ladimi? Murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlarimizni yana takrorlaymiz, bepul. Xizmat o'sha maxsus nima deydi, maslahatlarimiz bepul. Telefonimiz 93lik 476 4020. Peshku limonchilik maktabi. Mana shuni ekilgan kunidan to hozirgacha begona qo'l tegizmay turibmizda. Mana ba'zi bir dehqonlarimiz bor-ku, boshqa dehqonni sirazi agronomni almashtirib, yo hamma gap agronomda ekan deydi. Yo'q, aslida agronomda emas. Mana gap aslida dehqonda. Mana dehqon agar agronomni aytganlarini qilib tursa, mana shunday hosil olamiz. Xullas, nima deydi, mana shunaqa mehnatlarni ko'rganda dehqon mehnat qilgisi kelaveradi, agronom ham intilaveradi-da. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xullas, Samarqandamiz, shakl berish ishlari bormi, maslahatlar bormi, bemalol